Mana bu yana şu voqea joyiga kelyapti. Yana noldan boshlaymiz tekshirishga. Chest house-da boshladik. Bola oxirgi marta mana shu yerda bo'ldi. Shu toshning ustida bo'ldi. Yo'q, yangilik yo'q. Mana ku yana boshidan noldan tekshirib yana boshlayapmiz. Boshlayapmiz. Baraka topishsin. Yana noldan boshlanyapti tekshirish. Rahmat Umidjon, rahmat. Hamma yo'lida bo'ldi. Bitta men emas, hamma. Akajon narigi tomonga o'tmagan. Ha, bu. Nasıl inşallah toplardı. Bizim için yapmışlar. Gumon tergovchilar gumoni mana shu yerdan tushib kelib, hali shu yerdan tushgan degan. Bunlardan içine izledi nereye aldı? Onların izledi yok. Şöyle bir izledi şöyle. Biz mana bu katta qiziq tosh turgan joyda erkaklar o'tirganmiz. Ayollar, bolalar tepada o'tirgan. Chuqurligi mana shu joydami? Mana bu tosh ko'rinib turibdi. Yetmasa bir qarich, 1,5 qarich. Hamma toshlar ko'rinib turibdi. Qidiruvga beryapmiz shu bola o'g'irlab ketgan bo'lmasin deb o'tiradi. Ayniqsa mana bu organ sotadiganlar, odamlarning organizmini sotadiganlarni qo'liga tushmagan bo'lsa, bu boshqa joydan topiladi. Qarayapti. Gitken kalıpta benim şey yerdi. Apası beni oğlum yapıyor. Bitmiyor. Şunu birinci tortganiga naraq qarab yurdi. Bitta uylar bor. Bu yerga Ramjiramini qilib tovuq so'yib, kallasini uzib, qo'lini o'qizib, taylavdi. Et aylanib kelib, endi shu yerga kelyapti, bilmasam. Tergovchilar quloqlar shunday deb chiqyapti. Mana cheti. Cheti. Где-то
5-6 metr nariyoqqa turibdi. Tekshirlar. Chetidan tushib hozir bola mana shu yerda o'tdi. Bu xonada ham ballar bor edi, odamlar bor edi. Biz mana 3-xonaga o'tdik. Ovqat qozonimiz shu yerda, mana shu yerda. Birinchi it kelgan it mana shu yerdan hid olib, nariyoqqa qarab yurdi. Shu yerda it prosta qattiq tortilib, yo'nalishi o'zgarib, birinchisiga bu yoqqa burilib yubordi. Nariyoqqa burilib ketdi. O'ynak turgan joyimda. Ikkinchisiga baqir chaqir bo'lgandan keyin nariyoqqa qarab yugurdi. Tepaga chiqib ketdi. Shular boradi. Shu bolachalar ham shu yerga ot boqib yurgan edi. Qarab o'tirgan. Daha shu bolalar ham ko'rmagan. Bola yolg'iz qolgan. Mana shu yerda. Mana bu xonada biz bo'lganmiz. Bu yoqda mana oldiga ballar bor edi, boshqa odamlar, yosh ballar. Mana bu otxona. Tuvalet değil bu. Tuvalet nerede? Şu tuvalet. Gördük, yok. Mana shu yerdan tepaga chiqib, tepada yo'l bor. Katta buyoqqa ko'cha bor. Pastga tushib, tepaga dachalar bor tepada. Mana biz o'tirgan joy. Ayollar, yosh bolalar mana shu yerda o'tirgan. Erkaklar mana bu pastda o'tirgan. Suvga chuqurligini o'ringizda e'tibor beringizda shu narsaga mana shu yerda. Nariyoqdan tushgan bo'lsa, shu yerdan keladi. Suv tezligi nariyoqdan oshadi. Chuqurligiga ham e'tibor beramiz. Nada, tepadan yurib shunday keldim. Даже uzoqroq joylarga ham dron uchirib, dron bilan ham tekshirib yurishibdi. Hojatxonalar uncha chuqur emas. Bunasini orqasidan borgan desak, mana shu men ikkinchi supaga turibman hozir. Biz narikisiga o'tirganmiz. Mana shu yerda o'tirgan odamlar ketgandan keyin idish-tovoqlarni, narsalarni mana bu uyga skladga ekan. Shu yerga toshib yurdi. Oldidan o'tsa ko'rar edi. E'tibor bermaganmiz, hech kim tushmagan. Shu qaytadan yana noldan suv pasaygan hozir, noldan yana tekshirib borishyapti. Kameralar aynan o'sha kuni 21-apreldan 26-aprel kechqurun soat 10:10gacha ishlamagan.
har bir toshda sinchiklab qo'yib qo'yadi. Ben suvga yaqin turibman, shuning uchun suvni pasayganini ko'raman. Suv mana shuncha bo'lgan. Bundan sal balandroq, salgina. Uncha ko'p emas. Mana bunga turgan mana. Mana bu skalat. Onasi Shahdan she'rdan kelib, nariyoqqa chiqib bordi. Borib qaytgan she'r. Onu o'chirib ko'rdik. Ustasini o'chirgan bo'lsak, ustasini 90 tasi bo'la kerak deyapti. 10 tasi suvga ichiladi. Suv juda yaqin. Juda yaqin. Katta qo'sh taggacha. E'tibor bersin mana menga bugun aytgan odam ko'radigan bo'lsa mana shu videoni 21 metr emas, uni necha metr? 30 metr bo'ldi. Hech qanday narsa yo'q. Menga birov bugun telefon qilib 21 metr nariyoqda ko'rsin, suvda deb aytgan odam mana shu narsani ko'rsin. Mana hozir dalshi yana nariyoqni ko'rsatib boramiz. Rahmat duolaringiz uchun rahmat. Hammaga rahmat. Suvda oqib ketgan bo'lsa, bolacha suvda hech bo'lmasa oyog'ida probka shatagi bo'lgan. Probka shatagi chiqish kerak. 10 kundan beri bu meditsinada isbotlab beryapti. Bola yorilib ketish kerak. Kiyimlari yechilib ketish kerak. Bunday toshli, qirrali daryoda. Oyog'ida probka chataga e'tibor beryapsizlarmi? Butunga o'qiyapti. Top keldi. İlk kundan keyin. Suvdan chiqmasdan mana qarang kelyapti. Kitob bilan ko'radigan odamlar bor. Hozir men sizlarga yana bir narsani ko'rsataman. Soska nariyoqdan kitobni hozir olib borib ko'rsataman. Kitob bilan ochiladi. Hamma irim amallarni qilib o'tiramiz. Kitob haqida yozgan odamga ko'rsataman. Ana shunday, ana shu sochilib ketadi bilamiz. Hamma aytyapti mana. Mana shu Qur'on kitob o'zimni uyimdagi o'zimni Qur'on kitobim mana shu. Mana ko'r. Xohlasalaring ochib ko'rsataman. Mana bolamni kiyimi, mana Qur'on kitobi. Bismillah. Mana Qur'on kitobi. Shuni ochib ko'rsataman. Mana shu yerga prosto bunday salaqqa yo'q qo'yib suv tegmasin.
Yomg'ir yog'yapti, boshqa bo'lyapti. Rahmat, rahmat. Hamma qarindoshlar har yoqqa yoyiverish kerak deb aytadigan o'g'li. Bu hammani qo'lida order bo'lmasa qo'ymaydi. U narsa uyma-uy, даже meni haqqim yo'q ekan. Uyma-uy kirib tekshirgan. Necha metr bo'ldi? Har yoqdan keyincha 50 metr bo'ldi mana shu yergacha tekshirib kelyapti. Soskayı naryoqdan chiqdi. 2 kundan keyin. Soska chiqqan joyga ham borib tekshirib kelyapti. Mana shu yerda mana bu o'tqa mana shu mashina turgan joyga mashinamiz turgan edi. Mana shu yerdan mashinadan soskani olib, yana qaytib borgan onasi. Onasi даже qaytganicha suvni videoga tushirib, syomka qilib borgan. O'qiyapmiz. Soska mana shu yerdan chiqdi. Soska mana shu yerdan chiqdi. Yerda turgan joyimizdan 200 metrlab yardi. Soska mana shu chetidan chiqdi. Mana shu yerda, mana shu tarafdan, mana shu yerda. Agar bunday bo'lishini bilganimizda ko'tarib borishimiz, faqat mana shu yerga qadamimiz ham bosmagan. Rahmat. Buni ham aytib ko'rdik. Soskani keyin tashlab ketgan degan gapga, soskani mana shu insonlar 4 kishi mana shu yerlarda o'qtarib, bulardan oldin bizni o'zimiz ertalabdan 50 kishi, 60 kishi ponni boshidan oxirigacha necha martalab yurib o'tyapmiz. Shu insonlar kelib mana shu yerlarni tekshirib o'tib ketyapti ham. Undan keyin o'zimiz o'qtaradigan bolalar mana shu yerdan topyapmiz. Soskani ekspert qilib bilmayman. Ekspertiza qildim yo'q, bilmayman. Olib ketdi, tergovchilar olib ketdi. Yechim yo'q. Hozir meni o'zimni miyamga aylanadigan xayolga ham yechim yo'q.
qamalsini qilyapmiz. Tapichkasi oyog'ida edi. Tapichkasi oyog'ida bo'lgan. Probka tapichkasi. Ana shu ham daji chiqmayapti. Kiygan kiyimi ham qidiruvga berilgan rasm bor-ku. E'tibor bersalaringiz, oldida xontaxtaning ustida o'tiribdi. Yashil kosaga oyog'ini qo'yib o'tirgan. Oq ishton, oq kiyimda, qorin tarafida bir qizil tochkasi bor, ayiqcha nima rasmi bor kiyimi. Ana shu kiyimda bo'lgan. Oyog'ida probka, ko'k probka, bosonoshkaga bunday o'xshaydigan. Qaytarib qo'ysangiz shatak bo'ladi, tushirib qo'ysangiz bosonoshka bo'ladi. Ana shunday shatakda bo'lgan. Ana shu ham daji chiqmayapti. Oyog'ida katta edi, u qisib ham turmas edi. Suvni to'xtatish iloji yo'q. Suv tepadan, tog'dan qor erib shuncha oqib kelyapti. Yozlarga iyul oylarida suv bir tomon bo'lib o'zi kamayib oqadi. Keyin mana mehmonlar kelgan paytda mana shu chekkalariga ham kravatlar qo'yilib, mana bu yerlarda chekkalar, kravatlar qo'yilib, mehmonlar shu yerlarga ham o'tiriladi. Kravatlar. Suvni to'xtatishda iloji yo'q. Yana qaytarib aytyapman. Tepadan qor erib keladi. Suvni bironta joydan to'xtatmoqchi bo'lsa, u suv ko'tarilib, battar sel bo'lib ketadi. Dambani urib battar bo'lib ketadi. Rahmat. Rahmat. Bordik, opajon, bordik. Ana shu Qur'on kitobni shu kishi menimcha o'qidi. Sarasoni katta qorisi ekan. Rasmini o'qib, Qur'on kitobi ichiga rasmini qo'yib, shu sura yozilgan joyga rasmini qo'yib. Xudodan rahmat. Mana shu insonlar uchun ham duo qilingizlar. Kecha kunduz mana shu insonlarni harakat qilyapsizlar. Yaxshi sizga tushunib olib. Bittasi даже qanchasiga ham ketib qoldi. Uylarni ko'radigan menda unday vakolat yo'q. Bolani otasi men bo'lsam ham menda unday vakolat yo'q. Ertaga qishloq aholisi birovga yoqadi, birovga yoqmaydi. Men просто xohlamayman, balam to'q bilmasdan turib mana shu yerga ketishni xohladim. Shuning uchun dandini unutdim. Mana 20 ertalab telefon qilib menga 21 metr naridan o'qtarsin degan odam ko'raydigan bo'lsa, 21 metr emas, 200-300 metrgacha o'qtarib keldi. Tushgan joyidan, taxminiy tushgan joyidan 200-300 metrgacha o'qtarib keldi. Mening uyim 150 kilometr Termizda. Anam çukur emas, просто suv oqilmas. Oqim yaxshi. Mana shu yerdagi e'tibor beringlar, mana shu yerdagi ko'chalarda hammasida odamlar bor. O'sha kuni bizlar aynan bozor kuni kelganmiz, odamlar yurgan. Shunda qorni yeriga olsin.
o kadar qayga kirib yuryapti. Yumshoq kunlari ham shunday ko'ringan kunlar. Ana shu joyga so'zgacha. Bola yo'q olib qoldim, bir kun bo'ldi. 10 kun bo'ldi. Endi bolasini aytyapsiz. Meni bolamni yo'qolganiga bugun 10-kun. Zubayrni yo'qolganiga 10-kun. Kameralar bor. Mana shu e'tibor bersalaringiz, sonlishli kameralar bor. Aynan shu stolbada kamera bor, mana kamera. İşlamagan. Yangi qo'yilgan sonlishli batareyali kamera ishlamagan. Uni o'chiraman. Uni